Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 22-mart 2025-yil navbatdagi katta samosval motorolimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga. Motorol ma'qulmi do'st? Ma'qul aka. Qo'llab bo'lsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sizlar tomonga borganmi o'zi bundan bormaganmi hali? Endi boryapti, endi birinchi yangilik qilib qo'yapti. Motorollarimiz ramasi 10ga 5. Ruchkalari qishda isiydigan. Oldi torpedalari to'siq. Panejniy, povishnilari bor. Damal diska balonlari. Zadniy moslar ham katta. Juda baquvvat, motorga kuch kelmaydi. Orqa tiyagalari bor. Yuksiz yurganda ham motorol tashamaydi. Risollari, amortizatorlari pachkalik. Burjinalari bor. Inshalari ham kattada. Motorolimiz borti 220 ga 140. Motorollarimiz boshqacha turlari: radiator, bez radiator, samosval, bez samosval, kabina, bez kabinalari, har xil turdagilari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat bo'lsa.